Assalomu alaykum kuzatuvchilar, mana bitta obyektimizni ham nihoyasiga yetkazdik. High-tech variantlarda velofason kiraverishda darvozaxonamiz 4,5 metrga 16 metrlik joyimiz. Choklari mana granitsalari juda chiroyli chiqdi. Bu tarafga o'tadigan bo'lsak, mana navesimiz bo'lgan. Navesimiz ham xuddi shunday velofasonda. Burchaklari mana. Burchaklari juda ideal holatda kelgan. Yo'llar mana qurilmamizni oldi ko'rinishi. Oybek degan ustamiz ishlayapti mana. Mana shu bog'larimizni qilgan ishlari mana. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar, nomerlarni qoldiramiz. Aloqada bo'lamiz.